Arası yaqin bo'lib qoldi. Shu diqonlarga aytarim, men bog' jaratganlarga shu jeri bo'lsa 8 ga 8, bo'lsam 10 ga 8 ekish kerak ekan buni. O'shunda gilasda ham hali tovarni videoda yaxshi bo'ladi ekan, urojayda yaxshi bo'ladi ekan. Kun tiyib turish kerak-da. Kun tiyish kerak ekan-da. Hali fotosintez degan narsa bor. Men veshest kontrollировать etadimi bu proses. Dehqonchilikqa teng Aravan elinde bıqtı gilas egüde jolga qo'yiluvda. Tag'rag'i qo'qon gilas biznesi ko'pchilikni o'zini tarta boshladi desek bo'ladi. Uchurda gilas bishib, ani terүү qiziq жүрүп жаткан чагы. Albatta, qaysi yerda deb qiziqib жатсаңыздар, Aravandan Aliya Anarov aylaymag'ында. Talgan aymaqda may ayında ele qo'qon gilas bishib, satuqqa chiqib boshlagan. Hozir bo'lsa, ikinci sortu bozorga chiquvda. Aldıda gilas turalu genenirek bile alasizlar. Tajribamdan kelib chiqib turib aytmoq so'zimda shu. Shu bilib qo'ysa yaxshi. Sebep deganda ko'pchilikda bo'lsa, biz Qirg'izistondan qancha ko'p eksport jasasak, shu mamlakatga ham tushum yaxshi bo'ladi, elga ham yaxshi bo'ladi ekanda. Shunga shu suv degan, hali pagodani bilganda shu kichina suv oqizib qo'yib tursa, suv mezgilda yaxshi bo'lmoq ekan men bilishimcha. Keyin stress tag'ani keyin patpitka berish kerak ekan. Gilastin bışışı bağbandardı gana emas, Jönököy jarandardı da quvandıruvda. Bağban Bahram Abduldayev bağına jalpısından 100'den aşuğun tüp qo'qon gilas ekan. Ağa 10 yıldan yüzü olup kaldı. Alsak bari olup 30 sotikten biraz aşat. Özünün ülüş yerin bakka aylandırganına Bahram Abduldayev ökünböt. Al kesiği boyunca muğalim bolğonuna karabay. Bağbanlıqты da özдөштүрүп келет. Ар бир мөмөдарагын баладай аздектеп карап, өз убагында дарылап, сугарып турат. Эми gilasты mana soğuk bo'lgan mezgilda biz men aytgandek bunga hali sharbat deb qo'yamiz. Местный навозды, hali свежий навозды suvga aralashtirib oqizdik sokini. Shundan stressdan chiqib, suvdan chiqqandan keyin, gullagan kezdan keyin shu mana gilasni qarmagan mo'masi shu bo'ladi. Hurmatli dehqonlar, shu qarab qo'yg'lar. Avval Xudodan keyin mana sababini jasab qo'ysak, shu Xudodan bo'lib shunday bo'lib qoladi o'xshaydi. Bu haligi stress bilan nima qilganimizda yaxshi oldu. Biroq bu gilaslardagi bu bir 10 kun tayyorligida jinalaveradida pishgan. Bular ham dag'i cho'ng bo'lib jetiladi. Tegizlab pishib ketadi. Ha, Xudo buyursa bular ham tegizlab bo'lib pishadi. Mana dehqonlarga aytarim, mana shu sovuqdagi bo'ldi, -3 gradus bizda da Aravanda da shu gullagan mezgilda shu vaqtda biz suv qo'ydik. Mana rezultatda bular ekanda hozir. Ha, mana stressdan qolib, bu endi kun teylik. Bu yaqin ekilganini nimasi bo'ldi-da bu? Ta'siri bo'ldi. Yaqin ekilganda ta'siri shu bo'ldi. Жылына 2 жолу ар кандай кумурскаларга дары берилсе, же кыш аягында, же февралдын ортолорунда дарактар буталат. Анын да атайын адистери бар. Алар мөмө бербей калган эски бутактарын кесип ташташат. Көбүрөөк мөмө алыш үчүн же дарак өтө эле бийик өсүп кетпеш үчүн жылына бутактоо зарыл болот. Анында сугарында өз ыкмалары болот экен. Birinchi sbori vardı, Mayskiy degan sort, shu sortni jinab, ular azelarda jinab bitdik. O'z bola chaqa menen jeb, Xudo buyursa bu yoqqa ham mana shu Valoviy degan sortimiz bor. Shu Valoviy degan sortni ham jinasak ham elimizga rizqi Xudo buyursa mana yaxshi bir urojayda sovuqqa qaramay, abdan o'tgan yilga qaraganda yaxshi. Endi bu kilaslarimizni Xudo buyursa ham o'zimiz eldan tashqari mana Rossiyaga eksport jasaymiz. O'tgan yil rayon administratsiyasining yetakchiligi shu bir logistik sentr Xitoylar bilan ochib bergan edi. Shu bog'lar yaxshi bo'lib, dehqonlar ham yaxshi bog'ga sotgan edi. Qo'qon gilas boshqa gilas turlariga qaraganda uzoqqa cheyin saqtaladi. Bul mömөлөрдү чет жактарга алып баруу ыңгайлуу. Burada Aliyanarov айыл аймагындагы бышкан gilaslar өлкө аймагына толугу менен сатка чыга баштады. Ошондой эле дыйканчылыкта быйыл алгачкылары жакшы түшүм бере баштады дешет. Xudo buyursa mana shu dag'i yana bir 10 kundan keyin shu gilaslar жаңгагдей bo'lib qolmoq. Mana shu gilaslar shunday bo'lib jetiladi mana. Ha, biroq bu ham kichik hali. Bundan ham cho'ng'ayadi bu gilaslar.
Mana bu gilaslar жаңғадай bo'lib, Xudo xolasa jetiladi pishgandan keyin. Негизи багбанчылык тили дыйканчылык сыяктуу эле эмгекти сүйгөн тармак. Канчалык көп эмгек кылсаң, жемиши ошончолук таттуу болот дешет багбандар.